O'zbek kechasining sovuq nafasi ostida eski maktab unutilgan xotiralar jasadiga o'xshab turar, uning singan derazalari ko'p narsani ko'rgan ichi bosh kozlardek zulmatga tikilib turardi. Kechqurun uning yonidan yurishga hech kim jur'at eta olmasdi, hatto zang bosgan o'yin maydonchasini kovlab yurgan daydi itlar ham. Odamlarning aytishicha, maktab la'natlangan, hech qachon uyga qaytmaganlar tomonidan ta'qib qilingan, qichqiriqlarga aylangan kulgi soyalari. Bir paytlar yuzlab bolalarni darsga chaqirgan qo'ng'iroq endi bombosh hovli tepasida jonsiz, zang va qushlarning axlati bilan qoplangan edi. O'nlab yillar davomida u jiringlamadi. Ammo bir kechada qishloqdagilarning hammasi uyquga ketganidan keyin, tungi soat 3 da uning metal qichqirigi jimjitlikni buzdi. Bu ovoz ozod bo'lishni so'ragan jon kabi vodiy bo'ylab aks-sado berib, tungi qorovul Rashidni darvoza yonidagi jajji kabinetidan uyg'otdi. Qo'ng'iroqning sonayotgan qo'ng'irog'i havoda aylanar ekan, uning yuragi urib ketdi. Avvaliga u shamol deb o'yladi, lekin keyin yana jiringladi. Sekin, ataylab og'irdi. Rashid chirog'ini olib, bosh bino tomon yurdi. Etiklari shagalda gijirlab, daryodan kirib kelgan qalin, shivirlayotgan tuman har qadamini yutib yubordi. Chiroq miltillab, eski plakatlar va bolalar qo'lyozmalari bilan qoplangan devorlarga xira nur sochdi. Maktabning asosiy eshigi biroz ochiq, uni ichkariga taklif qilayotgandek u yoqdan bu yoqqa qimirlardi. Unga nam qog'oz va chirigan hid urildi. Stollar agdarilgan, havoda arvoh tutuni kabi bor changlari osilgan va qo'ng'iroq minorasi zinapoyasi tomon yurgan zaif oyoq izlari, kichik bolalarcha izlar. U ohista qichqirdi, lekin unga faqat o'z ovozining aks-sadosi javob berdi. Yo'lak cheksiz cho'zilgan, har bir eshik soyalar nafas olayotgan qorong'i sinf xonalariga olib borardi. U sinfdan keyin sinfdan o'tayotganda, qo'ng'iroq yana jiringladi. Bu safar uning tepasidan. Rashid qotib qoldi, tovushdan tebrandi. U fonarni yuqoriga qaratdi va changning kul kabi tushayotganini ko'rdi. Qo'ng'iroq minorasi. U tor zinadan ko'tarilayotganda qo'llari qaltirab, har qadamda og'irligi ostida ingrab turardi. Yarim yo'lda u galati bir narsaga e'tibor berdi. Devorlarga bor bilan chizilgan chizmalar, ko'zlari ichi bosh, og'izlari ochiq bo'lgan mitti qo'llar. Noto'g'ri qo'lyozma bilan yozilgan bitta xabar ajralib turdi. U yana jiringlashga yo'l qo'ymang. Havo sovib ketdi, nafasi ko'rindi. U choqqiga chiqqanida eski qo'ng'iroq qimirlamay osilib turardi, ammo unga bog'langan arqondan zaif tebranish titrardi. Rashid yaqinlashib arqonga tegdi. U nam, yopishqoq edi. U qo'lini orqaga tortdi. Bu suv emas, qon edi. U javob berishga ulgurmasdan, qo'ng'iroq yana bir bor eshitilib, kar bo'ladigan darajada baland ovozda, boshi ustidagi yog'och to'sinlarni silkitdi. Uning chirog'i ochdi. Shu lahzada uning atrofidagi ovoz o'zgarib ketdi. Keyin u bolalarning pichirlashini, kulishini eshitdi. Yiglab. O'nlab ovozlar bir-biriga yopishib, uni qorong'uda aylanib yuradi. Chiroq yana miltillaganda, u nafas oldi. Pastdagi sinf hovlisi ko'rinmas partalarda o'tirib, unga tikilib o'tirgan eski maktab formasidagi bolalarning arvoh siluetlari bilan to'lgan edi. Ularning yuzlari kulrang va botib ketgan, ko'zlari qora chuqurchalar hech narsani aks ettirmagan. Qo'ng'iroq to'xtadi, yana sukunat cho'kdi. Rashid qaltirab pichirlab duo qildi va zinadan tusha boshladi. Ammo u pastga yetib borgach, sinf eshiklari ochiq ekanligini va ichkaridan zaif kulgilar yangrayotganini payqadi. U chiqish tomon o'girildi, lekin asosiy eshik mahkam yopilgan edi. Havo bog'uvchiga aylandi. Yillar davomida binoda elektr quvvati yo'q bo'lsa-da, sinf chiroqlari birin-ketin yondi. Ichkarida soyalar qochib o'tdi, bolalar toza o'tirib, o'qituvchisini kutishdi. Rashid ko'kragini changallagancha orqasiga gandirakladi. Keyin u ularni ko'rdi, har bir stol ortida turgan raqamlar, lekin endi bolalar emas. Ularning yuzlari cho'zilgan, og'izlari tikilgan, lekin ko'zlari ozod bo'lishlarini so'rar edi. Sovuq shamol yana qo'ng'iroq ovozini ko'tarib, dahlizga otdi, faqat bu safar uning boshidan keldi. Uning miyasiga shivir-shivirlar, noma'lum tilda qo'shiq aytayotgan bolalarning ovozi o'rnashib, quloqlari qonab ketdi. Yo'lak yana qorong'ilashdi, lekin devorlarda yorqin qol izlari paydo bo'lib, uning atrofida yopila boshladi. U qichqirdi va zinapoya tomon yugurdi, qochishga umid qildi, lekin oyog'i sirgalib, polga qulab tushdi. Qarasa, ro'parasida kichkinagina qiz turardi, terisi oqargan, ko'zlari bosh quduqday, qo'lida bor parchasi. U uning orqasiga ishora qildi. Sekinasta o'girildi.
Eng yaqin sinfning doskasida shunday so'zlar yozilgan edi. Siz qo'ng'iroqni eshitdingiz. Endi siz shu erga tegishlisiz. O'nlab arvoh qo'llar devorlardan cho'zilgancha uni mahkam ushlab zulmatga tortar ekan, uning qoni muzlab ketdi. Dunyo g'oyib bo'lishidan oldin Rashidning oxirgi ko'rgani qo'ng'iroq arqonining xuddi kimdir yana jiringlayotgandek vahshiy tebranishi bo'ldi. Ertasi kuni ertalab qishloq aholisi maktab eshigi ochiq va kirish eshigi yonida yotgan qoriqchining chirogi hali ham zaif yonayotganini ko'rdi. Ammo Rashid yo'q edi. Ular butun binoni tintuv qilishdi, ammo uning izi topilmadi. Bir necha hafta o'tgach, yaqin atrofdagi yangi maktabga ketayotgan bolalar, ba'zida ertalab soat 3 da qo'ng'iroqning zaif jiringlaganini, keyin qadam tovushlari va shamolda aksado beradigan kulgini eshitishlarini aytishdi. Ba'zilar hatto eski qo'ng'iroq minorasida turgan va kimsasiz o'yin maydonchasini kuzatib turgan soyali figurani ko'rishga qasam ichishdi. Hukumat nihoyat binoni xavfsiz deb muhrlab qo'ydi, ammo mahalliy aholi buni yaxshi bilishardi. Ular har bir necha oyda bir marta qo'ng'iroq ozozidan jiringlayotganini va har gal yana bir qishloqdoshi g'oyib bo'lishini pichirlashdi. Qargish yana boshlandi va hech qachon jiringlamaydigan qo'ng'iroq chaqirish uchun yangi ruhlarni topdi. Kapral Rustam Karimovning qo'lqopli barmoqlaridan durbin tushib, soat 2:17 da Termiz qoriqlash minorasining beton poliga urilib ketdi. Aynan o'sha paytda uning soyasi etiklardan ajralib, Afg'onistonga ko'rinmas chiziqdan usiz o'tib ketdi. Uning silueti projektor ostida nihoyatda uzun cho'zilgan va Rustam seza olmaydigan biron bir tanaga bog'lanmagan qo'li bilan javob qaytargan edi. Yuragi qattiq urilib, durbinni yana oldi. Ko'zlariga bosdi va xoin soyaning sovet konlari hali ham qum ostida uxlayotgan chang bosgan hech kim bo'lmagan yerga chuqurroq kirib borishini kuzatdi. Bolaligidan beri uni kuzatib kelgan, endi mustaqil ravishda harakatlanayotgan, oy nurida yotgan changni ko'tarib, chegaradan tutun signallari kabi orqaga surilgan soya endi mustaqil ravishda harakatlanardi. Zanglagan tikanli sim ostida to'xtaganida, u burildi, bosh emas, chunki soyalarning boshi yo'q, balki butun kontur 180 daraja aylanardi va u yerda bo'lmagan ko'zlari bilan Rustamga tikilib qoldi. Tunning o'zidan ham qorong'uroq yo'qlikning ikkita ignasi onasining ovozida pichirladi. Men seni kutayapman, o'g'lim, lekin sen hali tayyor emassan. Men seni kutayotgan edim, o'g'lim, lekin sen hali tayyor emassan va so'zlar oynadan, linzalardan, bosh suyaklaridan o'tib, Rustam temirni tatib, korib tilini tishlayotganini angladi. Qattiq qon ketdi. U durbinni yana tushirdi, radioni qidirdi va tugmani bosdi. Ba'zi, bu 7-minora, menda ko'rish anomaliyasi, soya ajralishi, darhol iltimos, lekin Karnayning ovozi titrab, kulgiga aylandi. Bu uning 3 kecha oldin serjant Malika bilan chegaradagi arvohlar haqida hazillashgandagi kulgisi edi va kulgi yanada chuqurlashdi, eskirib bordi, toki u endi uniki bo'lmaguncha o'nlab yillar davomida aynan shu joyda turgan, jasad qarzga olinishini kutgan odamga tegishli bo'lib qoldi. Rustam orqaga qoqilib, etiklari yerdan muzni qirib tashladi va minoraning bitta lampochkasi miltilladi, xiralashdi, keyin oppoq qizib ketdi va o'zining haqiqiy soyasini, Xudoga shukr, hali ham bog'langan holda orqasidagi devorga tushirdi. Faqat devor soyasi ham noto'g'ri edi. Uzunroq, kengroq. 1987 yilda Rustam tugilgan yili sovet askarining shlyapasi kiygan edi va shlyapali soyaxonada bo'lmagan AK-47 ni ko'tarib, Rustamning chakkasiga qaratdi, mavjud bo'lmagan tetikni barmog'i bilan burishtirdi va Rustam baribir sovuq metallning terisini opayotganini his qildi. Bu uni qichqirishga majbur qiladigan xayoliy bosim, ovoz pastga takrorlanayotgan edi. Spiral zinapoyalar kazarmaga ko'tarildi. U yerda tungi qorovul, oddiy askar Otabek, ko'kragini changallagancha uyg'onib ketdi. Chunki u oz tushida qichqiriqni eshitgan edi. Tushida u Rustam edi va Rustam allaqachon olgan edi. Minorada Rustam nigohini devordan uzib, eshikka yugurdi. Lekin tutqich burilmadi. Qulf muzlab qolgan yoki tiqilib qolgan edi yoki ehtimol eshik hech qachon umuman eshik bo'lmagan. Shunchaki betonga bo'yalgan chiqish yo'lini ko'rsatgandir va u uni taqillatgandi. Gumburlagan tovushlar bosh qaytib keldi. Go'yo minora barabanga o'xshab, devorlar ichida nimadir uning mushtlarining ritmini o'rganayotgandek, u orqasiga o'girilib, metallga orqasini bosgan holda, durbinlarning yerga to'g'ri tushganini, linzalar derazaga qaraganini ko'rdi. Garchi ularga tegmasa ham, u chegarani yana ko'rdi. Soyasi endi mina maydonida tiz cho'kib, yalang'och qo'llari bilan iz qoldirmagan holda qazayotganini, peshonasida oq teshigi bo'lgan zanglagan dubulgani topayotganini.
Kordi, otasi 1989 yilda patrulda g'oyib bo'lganida kiygan dubulga edi va soya dubulgani ko'tarib, uni o'zining xususiyatsiz boshiga qo'ydi va endi balandroq turdi. Shinel shamol bo'lmasa ham hilpirab turdi va minora tomon orqaga yura boshladi. Har bir qadam o'lchovli, ehtiyotkorlik bilan yana chiziqni kesib o'tdi, lekin bu safar dubulgani sovrin kabi, va'da kabi ko'tarib yurar edi. Rustamning nafasi havoni gazab bilan to'ldirdi. Soati avvalgidan ham balandroq chertdi. 2, 19, 2, 20 va u. Eski askarlarning chegara soyasi haqidagi hikoyalarni esladi. Bu arvoh emas, balki bosh joy. Bu yerda oladigan keyingi odamga o'xshagan vaqt teshigi va u har doim juda uzoqqa qaraganlar. Chol javob berishni istamagan savollarni berganlar uchun kelishini. U cho'ntaklaridan olovli qurolni qidirdi. Barmoqlari karaxt bo'lib, uni topdi, titragan qo'llari bilan to'ldirdi. Derazaga qaratdi va o'q uzdi. Qizil nur tun bo'ylab tarqalib, qumni qonga bo'yadi va bir yurak urishi bilan soya qadamining o'rtasida qotib qoldi. Dubulga eritilgan temir tomchisi kabi yarqirab turdi. Keyin jilmayib qo'ydi yoki ogizni ochish kerak bo'lgan yo'qlik va kelaverdi. Olov so'ndi. Qorong'ulik orqaga qaytdi va Rustam zinapoyada qadam tovushlarini, sekin, og'ir etiklarning tovushini eshitdi. Panjir, salang orqali bu chegara bosib o'tgan har bir urushda yurgan edi. Eshikning tugmasi jiringladi, burildi va eshik ochildi. Uning yonidan emas, balki tashqaridan, garchi u yerda hech kim yo'q bo'lsa ham, va sovuq kirib keldi. Dizel yoqilgisi, hol jun va eski qonga o'xshash metall hidini olib keldi. U bosh olovli qurolni talisman kabi ko'tardi. Buvisi o'rgatgan har bir ibodatni pichirladi. Lekin qadam tovushlari shoshilmasdan ko'tarildi va ular maydonchaga yetib kelganlarida Rustam o'zining yuzini ko'rdi. U o'nlab yillar davomida shunday kechalardan chandiqlari botgan, ko'zlari qaqragan, formasini kiygan, ammo yozuvda Karimov 1987-2025 deb yozilgan edi. Katta Rustam esa tishlari juda oqarib, juda mukammal tabassum qildi va Rustamning ovoziga o'xshab, lekin bu yerda turgan har bir odamga xos bo'lgan ovozda: "Smenani o'zgartir, o'g'lim, uyga ketish vaqti keldi", dedi va Rustamning ko'kragidan o'tib, barmoqlari iliq va titrayotgan narsani, uning kelajagini, qolgan yillarni, hali ham ertangi kun borligiga ishongan qismini ushlab tortdi. Rustam yillar taqvim sahifalari kabi uzilib ketayotganini his qildi. 2025 2024, 2023 yillar har biri katta. Rustamning qo'liga tegib ketdi va minora aylanib, lampochka uchqunlar yog'dirdi va u zinapoyadan emas, balki poldan, beton, armatura va muzlagan tuproqdan, soyasi dubulgasini boshiga juda moslashtirib kutib turgan mina maydoniga yiqildi. Qorong'ulik uni qamrab olishidan oldin u ko'rgan oxirgi narsa bilagidagi soat 2:17 da muzlab qolgan edi. Soniya strelkasi olayotgan hasharot kabi titrardi va u eshitgan oxirgi narsa radio nihoyat tozalandi. Bir ovoz, Malikaning emas, Otabekning emas, balki o'zining xotirjam va professional ovozi. 7-minora, hamma narsa toza, anomaliyalar yo'q, keyingi smenani kutishmoqda, degan xabarni eshitdi va keyin mikrofonning chertishi abadiy ishora qildi. Aytishlaricha, ba'zi qo'ng'iroqlar endi yo'q joylardan keladi va men o'sha kecha telefonim soat 2:47 da jiringlaganini va eng yaqin dostonning ismi yozilganini bildim. 2 yil oldin Farg'ona-Toshkent yo'lida avtohalokatda vafot etgan o'sha doston. Avvaliga men buni hazil yoki ehtimol nosozlik deb o'yladim. Lekin o'sha qo'ng'iroqning ovozi zulmatni tirik narsa kabi yorib o'tdi va meni yarim uyqudan muzlab qolgan ishonchsizlikka tortdi. Men o'ylashga ulgurmasdan javob berdim. Uning ismini pichirladim va statik orqali ingichka xirillagan ovoz eshitildi. Bu yer sovuq, Akmal. Men poyezdni topa olmayapman. Terim muzlab qoldi. Chiziq hushtak chaldi, keyin ochdi va meni kvartiramning guvillagan qorong'usida yolg'iz qoldirdi. Tepamdagi lampochka miltillab yorilib, ketguncha ekranga tikilib o'tirdi. Ertasi kuni ertalab o'zimga bu tush bo'lsa kerak deb ishondim. Ammo qo'ng'iroq hali ham zinnamizda. Har qanday narsa kabi haqiqiy edi. O'sha raqam, o'sha ism. Xatolik signalini kutib, qayta qo'ng'iroq qildim. Lekin telefon faqat tinimsiz jiringladi. Go'yo go'shakni qo'yishimni kutayotgan. Peshindan keyin dostonning onasinikiga bordim. Unga aytganimda, u hatto hayron ham bo'lmadi. Shunchaki, agar yo'lidan adashsa, qo'ng'iroq qilishini va'da qilgan edi, dedi.
O'sha kecha aybdorlik hissi meni chaynab yubordi. Shuning uchun men uning halokati sodir bo'lgan joyga yaqin eski poyezd hovlisiga qarab yo'l oldim. Yo'l bo'sh edi, havo chang va metall bilan to'lib toshgan edi. Keyin uzoqdan signal minorasi yonida Sovet davridagi telefon kabinasi, hali ham begona otlar orasida turgan xira toq sariq nurni ko'rdim. Go'shakni kimdir qo'yib yuborgandek sekin burdi. Men uni oldim. Guvohlik signali yo'q edi, faqat nafas olish ovozi, sayoz va yaqin. Keyin o'sha ovoz pichirladi. Kelma. Ular endi uxlamaydilar. Karnaydan statik qichqiriq eshitildi. Men telefonni tashlab orqaga qaytdim. Cho'ntagimda yana qo'ng'iroq chalindi. O'sha raqam, o'sha vaqtda, soat 2:59. Dars ketgan ekranda yangi xabar paydo bo'ldi. Poyezd soat 3, oq-oqda yetib keladi. Yer titradi. Shamol birdan esib, tunni ko'zni qamashtiruvchi faralar yoritganida men relslarga o'girildim. Zulmatdan poyezd gumburladi. Hushtak ham, dvigatel shovqini ham yo'q. Shunchaki metallning kichirlashi va shunchalik sovuq havo oqimi eshitildiki, uni kuydirib yubordi. Eshiklar hushtak chalib ochildi. Ichkarida harakatsiz shaxslar qatori, soyada yarim yashiringan yuzlar, oynadek yaltiragan ko'zlar bor edi. Eshik oldida doston kiyimlari yirtilgan va kuygan holda, og'zi sekin. Harakatlanib javob berdingiz, uka. Javob bermasligingiz kerak edi, degan so'zlar atrofida aylanardi. Keyin hamma narsa qorayib ketdi. O'zimga kelganimda shagal ustida yotgan edim. Relslar bo'sh. Yonimdagi telefonimda qo'ng'iroq tugadi, yozuvi ko'rsatilgan edi. Kaftimdagi kuyishlar bu tush emasligini isbotladi. Hech kimga aytmadim, lekin keyinroq telekommunikatsiya ofisidagi bir do'stim yozuvlarni tekshirib, qo'ng'iroq Farg'ona markaziy stansiyasidan kelganiga qasam ichdi. 1991 yildan beri yopiq bo'lgan joy. O'sha kecha men u yerga bordim. Aqlimga sigmasdi. Qorong'u zalda eski taksofonning zaifgina guvillayotganini ko'rdim. Telefonni ko'targanimda bolaning ovozi xirilladi va "Bu yer sovuq, Akmal" dedi. Keyin esa telefon uzilib qoldi. Shundan so'ng qo'ng'iroqlar bir necha kechada bir marta qaytarildi. O'sha soatda, o'sha raqamda. Ba'zan o'zimning yozib olgan ovozim menga javob berardi. Ba'zan esa faqat gildiraklarning past ovozi eshitilardi. Men telefonlarni sindirib tashladim, sim kartalarni almashtirdim, shaharlarni ko'chirdim, lekin qo'ng'iroq meni doim topib turardi. O'tgan hafta 3 yillik sukunatdan so'ng u yana boshlandi. Eshigim ostiga yozuv qo'yildi. Kelish tasdiqlandi. 2:47. Telefon jiringlaganda qo'ng'iroq qiluvchining id raqami noma'lum deb yozilgan edi, lekin men kimligini allaqachon bilardim. Men javob bermadim. Qo'ng'iroq to'xtadi. Keyin xonaning narigi tomonidagi uzilgan shahar telefonidan yana boshlandi. Hozir men buni yozayotganimda u jiringlayapti. Yumshoq va sabrli, ohang holat relslar kabi qorong'ulikka cho'zilgan va men Farg'onaning tagida biron bir joyda poyezd hali ham kutayotganini, uning vagonlari oldimda javob bergan barcha ovozlar bilan to'la ekanligini bilaman va nihoyat qo'limni ko'targanimda ulardan biri menga chiqish vaqti kelganini aytadi. Qozon tirik mavjudot kabi hushtak chaldi. Uning temir qorni toy chodirning pari chiroqlari ostida qip-qizil rangda porlab turardi. Buk, qo'y yoki zira va metall hidli qalin, yog'li arqonlar bilan o'ralgan edi. Biror narsa noto'g'ri edi. Shu bilan birga bovarchi, yorilgan barmoqlari va titroq bilaklari bilan Chol Rahmon qolidan uzunroq eshkak bilan guruch togini aralashtirdi. Soqolidan palovga ter tomchilab, har bir tomchi qaynoq yuzaga urilganda qizarardi va hech kim bukning qanday pichirlay boshlaganini sezmadi. Avval yumshoq, keyin balandroq, hech kim eshitmasligi kerak bo'lgan so'zlarni hosil qildi. Ochligingni ber, aybingni ber, lekin mehmonlar kulib, aroq qadahlarni chiyillatardi. Oltin atlas ko'ylakdagi kelin chiroqlar ostida aylanardi. Kuyovning amakilari osh bo'lsin deb baqirishardi. Rahmon oqsoqol uchun birinchi buklanayotgan likopchani chomich bilan to'ldirganida qo'llarida titrab turardi. Chunki guruch donalari ichida mayda yuzlarni, onasining yuzini, olgan akasining yuzini, ogizlari jimgina qichqiriqlardan ochilganini ko'rdi va oqsoqol bir tishlaganda chodir chiroqlari miltilladi. Dotarchining torlari birma-bir uzildi va oqsoqolning ko'zlari oqarib ketdi. U tomog'ini ushlab, guruchdan emas, balki o'ziga tegishli bo'lmagan xotiradan 20 yil oldin tut daraxti ostida ko'milgan qotillikdan bo'g'ilib qoldi. Keyin ikkinchi mehmon o'ziga tegishli bo'lmagan tishni yo'taldi. Uchinchisi hech qachon baland ovozda aytmagan ismni qichqirdi va Rahmon o'z jonini mukammal palov uchun sotgan odamning sovuq ishonchi bilan
Vayron bo'lgan madrasada topilgan maydalangan sahifada chizilgan retsept umuman guruch uchun emas, balki muqovalash uchun ekanligini sargaygan pergament talab qiladigan. Maxsus bug suvdan emas, balki asrlar oldin oyoqlari ostiga ko'milgan. Loy idishda qolib ketgan devning nafasdan ekanligini bildi va kelin qoshigini ko'targanida bug bilagiga tutun bilaguzuk kabi oralib, "Otangiz sizni hech qachon sevmagan", deb pichirladi va u qoshiqni tashlab yubordi. Guruch qurtday sochilib ketdi. Kuyov esa kosasida Toshkentda homilador bo'lib tashlab ketgan qizning yuzini ko'rdi va chodir e'tiroflar kakofoniyasiga aylandi. Zino, ogirlik, xiyonat. Qishloq ko'mib qolgan har bir gunoh endi palovning yo'qli yaltiroqligida qaynab chiqmoqda. Va Rahmon qozonni olovdan olishga harakat qildi, lekin tutqichlari kaftlaridan otib ketdi. Terisi shaffof chiziqlar bo'lib, guruchga piyoz postlogi kabi uchib ketdi va bug ustunga aylandi, shakl oldi, ko'zlari yonayotgan komir kabi. Ko'tarilgan bugning baland qiyofasiga aylandi. Dev nihoyat 400 yillik ochlikdan keyin ozod bo'ldi va u Rahmonning oz ovozi bilan kuldi. "Sen menga ularning aybini yedirding, endi menga ularning go'shtini yedirding" va mehmonlar ozgara boshladilar. Yuzlari erigan mum kabi osilib, ogizlari nihoyatda kengayib, yalangoch qo'llari bilan palovni yeb, guruchni emas, balki bir-birlarining xotiralarini yeb, oz tillari bilan chodir poli qon va sabzi bo'laklari bilan tolib ketguncha. Rahmon esa retseptning oxirgi satrini esladi. "Ziyoratni buzish uchun oshpazga taklif qiling." Shuning uchun u qonlarni tirsaklariga qadar qozonga botirdi. Guruch qurtday burishayotganini, qozichoq suyaklari barmoqlardek sinayotganini, devning kulgisi tomirlardan issiqlikni sorib olayotganda guvillashga aylanib ketayotganini, yuragi har bir harakat bilan sekinlashayotganini his qildi va buvisi taqiqlagan qarshi la'natni pichirladi. "Oshim ozim, ruhim ozim, mening palovim ozim, jonim." Ozim va qozon bug va muskullar oqimida portladi. Chodir ichkariga qulab tushdi. Peri chiroqlari havoda olayotgan sozlarni yozadigan uchqunlarga aylandi va chang tushganda toychilar yo'q bo'lib ketdi. Faqat bosh atlas ko'ylaklar va kostyumlar stullar ustiga qo'yilgan terilar kabi. Qozon sovuq va yorilgan, chetiga yopishgan bitta guruch donasi yurak urishi kabi zaif urayotganini va Rahmon yoki qolgan narsa u qozonga yopishib qolgan holda turardi. Qo'llari endi temir tutqichlarga. Ko'kragi ichi bosh qoringa, og'zi esa qopqoqqa aylandi va shundan beri har kecha Farg'ona vodiysining har bir oshxonasida kelinning onasi yangi turmush qurish uchun palov qozgatadigan joyda bug zaif pichirlash bilan ko'tariladi. Bir chimdim aybdorlik, bir tomchi qon. Va qozon ochlik kabi sabr bilan mukammallikni ta'qib qilishga qodir bo'lgan keyingi bavarchini kutadi. Chunki Rahmon mukammal palov guruch yoki qo'y go'shti bilan emas, balki oshpazning o'zi tomonidan tayyorlanishini juda kech bilgan va endi u retsept bo'yicha abadiy qaynab, abadiy ochlikdan aziyat chekadi, abadiy xizmat qiladi. Farg'onadagi tun shu qadar sokin ediki, go'yo butun dunyo nafas olishni to'xtatgandek tuyuldi. Oy past va sargish rangda edi. Karimning charchagan ko'zlari ko'ra oladigan darajada cho'zilgan qiyshiq qabr toshlari ustida arvoh chiroq. U shahardagi oxirgi qabr qazuvchi edi. Yillar davomida oliklarni yerga belkurak bilan tashlashdan beli bukilgan chol edi. Galati tovushlar boshlanganidan, shamol yangi dafn etilganlarning ismlarini pichirlay boshlaganidan keyin boshqalar ishdan bo'shashgan edi. Lekin Karim qoldi. Uning aytishicha, oliklar zararsiz. Uning aytishicha, sukunat yaxshi hamroh. Shunga qaramay, bugun kechqurun ham sukunat tirikdek tuyuldi. Uning ostidagi yer nam, belkurak pufakchali qonlarda og'ir edi. U tunning oxirgi qabrini qazayotgan edi. Yo'lda topilgan notanish odam uchun oddiy chuqur, yuzi tanib bo'lmaydigan, tanasi sovuq, ammo galati tetik. Karim peshonasidagi terni artib, atrofga qaradi. Qadimgi tol daraxtlari gichirladi, shoxlari oliklarning barmoqlari kabi osilib turardi. Uning chiroqi shamolda miltilladi, qabr toshlari bo'ylab tirik mavjudotlar kabi sudralib, buralib yuradigan soyalarni cho'zdi. Orqasidan biron bir joydan tuproq siljidi. U nafasi qisilib to'xtadi. Keyin bir tovush eshitildi, yumshoq, bosh, aniq. Taqillat. 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 Bu tovush hozirgina yerga tushirgan tobutidan eshitildi. Karim qotib qoldi, tanasidagi har bir tuki tik turardi. Og'zi qurib qoldi. Balki bu kalamushdir, deb o'yladi u o'ziga. Yoki yog'och yorilgandir.
Lekin u yaqinroq egilganda, uni yana eshitdi. Bu safar balandroq, keyin esa tuproq ostidan bogiq ovoz eshitildi. Meni chiqaringlar, sozlar tuproq orasidan qurtlar kabi titrab va singan holda yuqoriga ko'tarildi. Karim orqaga qoqilib, ibodatni pichirladi. U belkurakni mahkam ushladi. Qo'llari shunchalik qattiq titrardiki, temir dastaga urilib ketdi. Lekin tobut yana va yana, go'yo kimdir ichkaridan musht tushirayotgandek guvilladi. Yer bortib chiqdi. Tuproq biroz yorilib, oqarib ketgan qol tunni tirnab oldi. Karim tiz chokib qichqirdi. U belkurak bilan qolini urdi, lekin yana biri paydo bo'ldi. Keyin yana biri. Uning atrofidagi qabrlar qimirlay boshladi. O'nlab tepaliklar siljib, yer nafas olayotgandek to'lqinlanardi. Qabristonning har bir burchagidan zaif gumburlashlar eshitilardi. Tobut qopqoqlari shangillar, yog'och gichirlar, dafn etilganlarning uyquda aylanayotgan ovozi. Havo chirigan hid bilan qalinlashdi va shu bog'uvchi hid orqali Karim ovozlarni eshitdi. Yuzlab ovozlar. Ba'zilari pichirlab ibodat qilishardi, ba'zilari yiglashardi, boshqalari esa endi insoniy bo'lmagan singan ohangda kulishardi. Karim deb pichirlashdi ular, ovozlari shamol bilan birlashib. Bizni noto'g'ri komding. Tizzalari bo'shashdi. U orqaga sudralib ketdi, ko'zlari katta-katta ochilib, rangpar shaxslar tuproqdan ko'tarila boshladi. Terisi ingichka cho'zilgan, yuzlari yarim chirigan, ko'zlari sariq nur bilan porlab turardi. Ular ozlarni sekin sudrab chiqib, ko'rinmas iplar bilan boshqariladigan marionetkalar kabi egilib va titrab ketishdi. Karim yugurish uchun ogirildi, ammo qabriston cheksiz edi. Qabrlar uning oldida qayta joylashib, harakatlanayotganday tuyuldi. Bir necha qadam narida bo'lgan darvoza endi yo'q bo'lib, tuman tomondan yutib yuborilgan edi. U yordam so'rab baqirdi, lekin ovozi qalin, nam havoda yo'qoldi. Orqasida nimadir paltosini ushlab pastga tortdi. U agdarilib, o'sha kuni kechqurun dafn qilgan olgan odamni, tanib bo'lmaydigan yuzli notanish odamni ko'rdi. Ammo endi yuzsiz emas edi, bu uning o'ziniki edi. Karimning aksi chirigan tanadan unga tikilib qoldi, ko'zlari qora va jilmayib turardi. Sen mening o'rnimni egallading, deb murda guvilladi. Endi navbat seniki. Ularning ostidagi yer quladi va Karim chuqurga yiqildi, yumshoq va sovuq narsaga qattiq tushdi. Bu boshqa tana edi. Yo'q, yuzlab ular qorong'ida qimirlab, pichirlashib, qo'llarini unga bosgan, uni chuqurroq sudrab borishga harakat qilishardi. U qiynaldi, nafasi qisilib, tuproqni tirnadi. Barmoqlari chirigan go'shtni yorib yubordi va nimadir bilagidan ushlab, uni tagiga tortganda qichqirdi. Tuproq yuzini yopdi, o'pkalari kuydi va yer uni butunlay yutib yuborishidan oldin ko'rgan oxirgi narsa qabr ustidagi chiroqning xira nuri edi. U tashlab ketilgan belkurak yonida miltilladi. Qabriston yana sukunatga cho'mdi. Ertasi kuni quyosh chiqqanda qorovul qabristonni tinch deb topdi. Faqat bitta narsa yangi edi. Eski tol yonidagi yangi qoplangan tepalik. Uning yonida hali ham xira yonib turgan chiroq bor edi. Qabr toshi toza, ehtiyotkorlik bilan oyilgan edi. Unda shunday yozilgan edi: Karim, oxirgi qabr qazuvchi. Lekin uning nomi ostida bir kechada yangi chiziq paydo bo'ldi. Go'yo ko'rinmas qo'llar bilan toshga chuqur tirnalgandek, u hali ham qazyapti. Ba'zi kechalari shamol sharqdan esib, oy yashiringanida, qabriston yonidan o'tayotgan qishloq aholisi belkurakning yerga sekin va barqaror urilayotganini eshitayotganiga qasam ichadilar. Ularning aytishicha, bu Karim hali ham tuproq ostida ishlayapti, tinglashga jur'at etganlar uchun qabr qazyapti.